Assalomu alaykum qadrdonlarim, asrlovchilar, kuzatib boruvchilar, mana ajoyib maskanga keldik. Mana bu joyga oilam bilan, o'zingizga yaqin bir ulfatinglar bilan kelib, mazza qilib baliq tutib, joyida qovurib, iste'mol qilib, mazza qilib dam olib ketsanglar bo'ladigan joyga keldik. Toshkent shahrida, Zangota tarafda aniq lokatsiyasini beramiz. Sazani bor ekan, ancha-muncha sazan tashashibdi, karaslar tashashibdi, mazza qilib poplovka deysizlarmi? Ajoyib joy. Mana hozir operatorimiz zonadan olib beradilar. Keyin mazza qilib dam olib ketsanglar bo'ladigan joy. Poplovkachilarga mazza qilasizlar, fiderchilar mazza qilasizlar bu joyda. Eniga ham ancha ekan, uzunligi ham ancha ekan. Asrlovchilar ajoyib maskan bo'pti, o'zi ham juda ham havasim keldi. Qalmog'imni olib kelmaganimga afsuslanmayman. To'la baliq ekan. Kelib bemalol hordiq chiqazib dam olib, uflatlar bilan kelib, mazza qilib baliqlarni ushlab, xumorlarni bosib, mana bu yerda har bir ulfatli uchun alohida mo'ljallangan tapchanlar, qozon o'chog'i va tapchani har bitta ulfatlarga mo'ljallangan qo'yilish joylari hammasi mujassam. Kelib mazza qilib bir xumor bosib, ulfatlar bilan dam olib ketsanglar bo'ladi. Ochilish marosimlari bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Ishlarni o'zi barakatli qilsin. Baliq u ham qizg'in avjida. Boshlanib ketdi ana. Sabr poplovkada sazan olishyapti. Havoli. Aka. Ha jonim. Yes.